Barselona. Birinchi taymda muxlislarni qo'rqitgan Barselona ikkinchi taymda Newcastle'ning shirin orzularidan uyg'otib yubordi va qaqshatqich zarba berib 7-2 hisobida g'alaba qozondi va keyingi bosqichda Atletico Madrid bilan uchrashadi. Atletico Madrid esa Angliyada kimdir comeback kutganmidi? Yo'q. Atletico Madrid va Diego Simeone bunga yo'l qo'ymadi va keyingi bosqichda Barselona bilan birga o'ynashadi. Liverpool Galatasaray. Liverpoolliklar birinchi gol urishgan bo'lsa ham, penaltini so'nglab Muhammad Salah gol ura olmagan bo'lsa ham, yakunda bir amallashdi va keyingi bosqichda Paris Saint-Germainga qarshi bahs olib borishadi. 6-1 kamlik qilgan bavariyaliklar yana gollar urishda davom etishdi. Ko'ramiz, keyingi bosqichda Real Madridga qarshi o'yin olib boradigan bavariyaliklar xuddi shu gollarini urisha olarmikin? Bizni qiziqarli bahslar hali oldinda kutib turibdi.